nima uchun bizni xalqimizda, meni vatanimda odamlar 60 dan uyog'iga o'tolmayapti? Men urri payg'ambar yoshiga kirdim deyapti-da, u yog'iga ketib qolyapti. Doktor Shermatov, men uchun bitta aktual mavzu bor. Men dunyoni kezaman, dunyoni aylanaman. Shu paytgacha butun dunyoda bir nechta davlatlarga aylansam, nima uchun ko'p davlatlarda, Yevropada yoki men Tibetga bordim, Xitoyga bordim yoki Yaponiyada ko'ryapman-da, odamlar 80-90, 100 ga yetib olyapti. Nima uchun bizni xalqimizda, meni vatanimda odamlar 60 dan uyog'iga o'tolmayapti? Mana siz doktorsiz. Buni qanaqadir sabablari bormi? Nima uchun bunday bo'lyapti hozir? Kimyoviy preparat organizmga yot narsa bu doim. Yot narsa. Masalan, siz kimyoviy preparatni bugun bitta dorini ichsangiz, kimyoviy preparat ikkinchi joyingizni, 5 ta joyingizni buzib ketib qoladi. U bitta joyga foyda beradi. O'sha dorilar ko'proq zarar. Shunday. Shu vatanning fuqarosi, shu xalqning bir vakili va mana shu yo'l transport tizimini bir a'zosi sifatida, foydalanuvchi sifatida bu haqida gapirishga majburman. 12 balli tizim eng nohaq tizim deb bilaman. 100% bu gapimni isbotlab beraman. Qanaqa isbotlab berasan siz? Mana bitta misol bilan tushuntiraman. Qarang. Inson faktori umuman inobatga olinmagan. Nima uchun? Masalan, 70 yuradigan joyi, masalan, shahardan tashqariga chiqdi, 70 yuradigan joy, 75 gacha ruxsat bor, limit bor, 5 ta bilasizlar. 76 yurib qo'ydingiz yoki 77 yurib qo'ydingiz. Bilmadingiz, mashinangiz tez, elektromobil, sal bossangiz tezlashib ketadi. Butun vujudingiz bilan spidometringizni qarab ketyaptidingiz, sal chalg'idingiz, sal tezlashib qoldi, radarda 76 o'tib ketib qoldingiz. Jarima ham keladi. 05 balam yoziladi. Qarang, qanaqa nohaq, nimaga shu yerda inson faktori umuman inobatga olinmagan? Mana bo'lgan voqeani aytib beraman men sizga. Bir 4 kunmi 5 kun oldin bemor kelyapti, onasini olib kelibdi, gapdan gap chiqib gaplashib qoldik. Aytayaptiki, Samarqandga borib keldim dedi. Samarqandga, Al-Buxoriyga borib keldim. Endi shunaqa go'zal, shunaqa boplashibdi, ajoyib joy qilibdi, shunaqa shaharning o'zi chiroyli, qurilgan majmua endi til ojiz dedi. Juda maqtadi. Keyin uyga keldim dedi, bir kundan keyin kayfiyatim bir tiyin bo'ldi dedi. Qarang, 5 ta radar ketdi, 5 ta radar. 76, 77, 77, 78. Nima qoida buzdi? Nima qoida buzdi? Endi siz va yo'l patrul xizmati xodimlari o'rtasida ortiqcha nizolar kelib chiqmaydi. Sababi O'zbekistonda sun'iy intellekt yo'llardagi qoidabuzarlikni aniqlashi mumkin. Bu bo'yicha 1-dekabr kuni Sog'liqni saqlash, ta'lim, transport va kosmos sohalarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha bo'lib o'tgan taqdimotda ma'lumot berildi. Bu tizim yo'l harakati qoidalarini buzayotgan yo'lovchilarni real vaqtning o'zida aniqlab beradi. Jarimalar ham hech qanday inson omilisiz sun'iy intellekt yordamida rasmiylashtiriladi. Xullas, bu tizimdan yo'llardagi xavfsiz harakatni ta'minlash maqsadi ko'zlangan. Eng asosiysi, qayta takrorlanmaydi, ko'rmay qolibman, bir marta kechiring degan bahonalarni bu intellektga ayta olmaysiz. Videoni esa xuddi shunday vajlarni keltiradigan haydovchi tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Hozirgina gayidan chiqamiz. Tabriklayman sizlarni. Xudo xolisa nomerimiz общий summa 11.652.000 so'mga ko'tarildi. Kecha 10.350.000 edi o'zi. Mana xudo xolisa bugun 11.652.000 so'mga ko'tarib oldi. Pul ko'p, hamma yo'q puldan, problema ham yo'q. Bosaveramiz. Shuni yana 5-6 million tiqaylik. Bir 18 million, bir 20 million qilaylik. O'zi qora xalq Matiz'ni zo'r qarini parini qilyapti, mana eski mashinalarni amallab zo'rg'a olyapti. Bitta mashinaga pul yig'adi, bitta nomerga pul yig'adi keyin xalq. Oddiy nomer yo'q. Bu nima u? Odamsiz kulishmi bu nima bo'lyapti?